Bismillahirrohmanirrohim. Allohim anta olimi sir va axfasan. Bandalaringda qalbini, dilini bilguchi zotsan. O'zingga cheksiz hamdlar, sanolar, Payg'ambarimiz Muhammad alayhisalomga esa dur salovatlar, salomlar bo'lsin. Mana o'zingni Xudoga yetishgan zotlarda huzurida turibmiz. Bu yerda qanchadan qancha islomshunos olimlar, qorilar, Xudoga yetishgan ulug' zotlar, avliyolar o'tgan joyda. Mana ukalarimiz ham bu xayrli ishlarga jamoat uchun mana shu mikrofon nima deydi? Mana shu o'sha nimalarni, apparatlarni qo'yib berishdi. Ukalarimiz ham avvalo tan joni sog' bo'lsin. Farzandlarini, ahliyollar, ota yaqinlar batiga o'zing salomat qil. Har bir xonadon sohibi shariatning erkak kishi. Har bir xonadon sohiblaridan so'raydi. Bular qatori shu ukalarimiz ham umriga, rizqiga, dastiga topganlariga, xonadonga baraka topsin. Rasulullohdan hadis bor ekan, bir mo'minning hojatini chiqargan dedilar. Qola Rasululloh sallallohu alayhi vasallam. 100 demadilar, 1000 rakat namozni nafil o'qigandan ortiq dedilar. Qancha mo'minlar kelib Qur'on o'qilsa, mana qorilarimiz suhbat qilsa eshitadi. Har bir suhbat qilganda, har bir Qur'on o'qilganda savobi borib turar ekan. Alloh taolo hammalarining ham bu xizmatlarini Alloh taolo o'zi g'oyibidan mukofotlasin. Hisob o'tganlaringizdan bo'lsin, ruhlar shod bo'lsin, qolganlar salomat, xursandchi, baxtli kunlar bo'lsin. Sizlarga ham omadingiz, yurtda xizmatingizni charchamaylar. Allohu akbar. Rahmat. Salomat. Yaxshi.